Hurmatli bankimiz mijozlari, bugungi kunda shu bizni bankdagi bor mahsulotlar bilan tanishtirib o'taman sizlarga. Masalan, hamma o'zining murojaati bo'yicha o'sha kredit so'ragan bo'lsa, bu har bir tadbirkor bo'yicha kredit olyapti degan. Shu bo'yicha murojaatini tushuntirib o'taman. Har bir tadbirkor krediti o'sha aholini ishsiz qatlamiga, ya'ni ish bilan band bo'lmagan aholini ish bilan band qilish uchun ajratiladi. 33 milliongacha ajratiladi. Naqd pulda 5 million so'mgacha, plastikada 10 million so'mgacha ajratiladi. Agar kattaroq ish qilaman deydigan bo'lsa, undan oldinroq har bir tadbirkor davlat dasturi asosida kredit olib, uni nominal to'lovchi bo'lib yopgan bo'lsa, o'sha ushbu mijozlarimizga 50 million so'mgacha naqd pulda kredit ajratiladi. Bizni Tohir aka mijozimiz shu bo'yicha murojaat qilgan. Shu bo'yicha tushuncha berib o'taman. Oxirgi o'sha ajratilgan kreditni nominal to'lovchi bo'lib yopib, yana kredit olish istagini bildirsa, o'sha tadbirkorlikni kengaytirish maqsadida unga 50 million so'mgacha naqd pulda beriladi. Ayol tadbirkorlar uchun 24%, erkak tadbirkorlar uchun 25% miqdorda ajratiladi. 25% miqdorda ajratiladi. Undan tashqari yuridik mijozlarimizga 1 yil mobaynida ishlagan, aylanmaga ega bo'lgan, 1 yil mobaynida o'sha soliq to'lovlariga ega bo'lgan mijozlarimizga 312-sonli qaror bo'yicha 100 million so'mgacha garoz kreditlar ajratiladi. Sug'urta ta'minoti asosida garoz kreditlar ajratiladi. 100 million so'mdan yuqorisi 300 million so'mgacha garoz ta'minoti asosida ajratiladi.